Ajoyib. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. BYD chempion mashinamiz. Tez ketayotganlarda oldilari mashina chiqib qolgan, tormoz qattiq bosganlarning hisobiga mashina o'chib qolgan. Elektriklar chiqib uni prikrit qilgan, foydasi bo'lmagan. Mashinaning tablosiga ashib chiqib qolgan. 1 voltning blokimiz ko'rib turgan edik. Xo'p, mana bu yerda perxonator ishlagan, mana. Bilasizlar, 1 voltningda duga paydo bo'ladi. Shu dugani oldini olish uchun kvarts qilgan ekan, mana kvarts qoyildagan. Kvarts qilishgan. Mana shu kvarts 1 voltning duga paydo bo'lganda kvarts mana himoya qilib bergan. Perxonator ishlab, mashina o'chib qolgan, yonmagan bo'lgan. Ko'rib turgan edik, mana kontaktorlari, hamma narsasi joyida, tekshirib chiqdi. Perxonator ishlagan. Perxonator qo'yib beramiz, xudo xolos zavod bo'ladi. Kimga Farq bu Sokolni blokini yechib olish uchun butun boshli akkumulyator yechilmaydimi? Masalan, ID4, Nissan zikrlarga o'xshab. yo'q, avtomatik yechilmaydi. Sababi bulardan mana shassini o'zini yechib olib, mashina shunday chiqarib olsangiz bo'ladi. Xuddi bilganda mashina qulay qilib qo'yishgan, akkumulyator tushirmasdan, riskovat qilmasdan shunday yechib olsangiz bo'ladi. Mana ko'rasizlar, akkumulyator bloki polni kelgan, yechmasdan shu yerda o'zini hal qilib oldi. Demak, oson ekan. BYD aqlliroq qilgan ekan. Boshqa mashinalar ekan. Ichida hamma narsa shuni ichida bo'ladi. Rasxod kamroq bo'ladi bularda, to'g'rimi o'sha? Xudo xolos rasxod. Ya'ni boshqa mashinalarga $1000, 1,5 ming ketyapti. Bular unaqa katta rasxod Biz ketmaydi. Farq hamma mashinalarni ko'ra olganingizdan. Xudo xolos hammasini qilib beramiz. Kimda mashinaga o'xshash muammolar bo'lgan bo'lsa, bemalol o'zingiz murojaat qilishingiz bo'ladi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tashlab qo'ysangiz bo'ladi.